Bugun men pensionerlar uchun juda muhim masalani tushuntiraman. Bitta oddiy yozuv, bitta arxiv ma'lumoti yoki mehnat daftarchasidagi tasdiqlanmagan davr pensiyani o'yga sezilarli oshirishi mumkin. Ba'zi holatlarda bu oshish 200 ming, 500 ming, hatto 1000 ming so'mgacha yetadi. Bu gap hamma pensionerlarga bir xil tegishli emas, lekin har bir pensioner tekshirishi shart bo'lgan masala. Chunki ko'p odamlar pensiyaga chiqqanida barcha ish staji, barcha ish haqi, barcha imtiyozli davrlar to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Men sizga bugun qanday yozuvlar tekshirilishi kerakligini, avval tartib qanday bo'lganini, hozir nimaga e'tibor berish kerakligini, kimlar xavotir olish kerakligini va kimlar uchun bu masala unchalik dolzarb emasligini oddiy tilda tushuntiraman. Videoni hoziroq saqlab qo'ying. Kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumot sizga yoki yaqinlaringizga real pul olib kelishi mumkin. Pensiya oddiygina yoshga qarab beriladigan pul emas. Pensiya miqdori bir nechta omilga bog'liq. Ish staji, ish haqi, rasmiy to'langan badallar, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, arxiv ma'lumotlari, ayrim imtiyozli davrlar, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik holatlari. Shuningdek, ayollar uchun bola parvarishi bilan bog'liq davrlar. Ko'pchilik pensionerlar pensiyaga chiqqan paytda shunday o'ylaydi. Davlat o'zi hisoblab beradi, men aralashmasam ham bo'ladi. Mana shu eng katta xato. Amalda esa pensionerning hujjatlarida bitta davr ko'rinmay qolgan bo'lishi mumkin. Masalan, odam 1997 yildan 1995 yilgacha zavodda ishlagan, lekin korxona yopilib ketgan, arxiv hujjati topilmagan. Mehnat daftarchasida muhr xira bosilgan yoki lavozim nomi noto'g'ri yozilgan. Natijada pensiya jamg'armasi bu davrni to'liq qabul qilmasligi yoki umuman hisobga olmasligi mumkin. Avval ko'p hujjatlar qog'oz ko'rinishida yuritilgan. Mehnat daftarchasi asosiy dalil bo'lgan. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar korxona buxgalteriyasida saqlangan. Korxona yopilsa, hujjatlar arxivga topshirilishi kerak edi. Lekin hayotda hamma korxonalar ham hujjatlarni tartibli topshirmagan. Ba'zi ma'lumotlar yo'qolgan, ba'zilarda ism familiya xato yozilgan, ba'zilarda tug'ilgan sana boshqa, ba'zilarda muhr o'qilmaydi. Shuning uchun odamning real ishlagan yillari bilan pensiya hisobida tan olingan yillari bir-biridan farq qilib qoladi. Hozir esa elektron bazalar, idoralararo ma'lumot almashish, arxiv so'rovlari, qayta hisoblash imkoniyatlari ancha kengaydi. Ya'ni siz men pensiyaga chiqqanman, endi kech bo'ldi deb o'ylamasligingiz kerak. Agar sizda yangi hujjat topilsa, oldin hisobga olinmagan ish staji aniqlansa, yuqori ish haqi bo'lgan davr bo'yicha ma'lumot topilsa, pensiyani qayta hisoblatish mumkin. Aynan shu yerda odamlar bilmaydigan muhim nuqta bor. Pensiya tayinlangandan keyin ham hujjatlarni qayta ko'rib chiqish mumkin. Men eng avvalo shuni aytaman. Pensiyani oshiradigan yashirin yozuv deganda bir dona sarli hujjat nazarda tutilmaydi. Gap odatda mehnat daftarchasidagi ishga kirgan va ishdan bo'shagan sana, arxivdan olingan ish haqi ma'lumotnomasi, buyruq nusxasi, shaxsiy hisob varaqasi, korxona tomonidan berilgan tasdiq, harbiy xizmat davri, o'qish yoki bola parvarishi davri kabi hujjatlar haqida ketadi. Shu hujjatlardan bittasi yetishmasa pensiya kam chiqishi mumkin. Shu hujjat topilsa pensiya qayta hisoblanib oshishi mumkin. Masalan, bir erkak 62 yoshda pensiyaga chiqqan. Uning mehnat daftarchasida 20 yil ish staji ko'ringan. Pensiya shu asosda tayinlangan. Keyin u eski hujjatlarni ko'rib 1991-1996 yillarda boshqa korxonada ishlaganini eslaydi. Mehnat daftarchasida bu davr bor, lekin muhr xira. Korxona nomi o'qilmaydi. Pensiya tayinlashda bu davr to'liq olinmagan. U arxivga murojaat qilib, buyruq nusxasi va ish haqi ma'lumotnomasini oladi. Natijada yana 5 yil staj qo'shiladi. Agar bu davrda uning oyligi o'sha davr bo'yicha yuqori bo'lgan bo'lsa, pensiya miqdori sezilarli ko'tarilishi mumkin. Yana bir misol, ayol kishi 30 yil ishlagan, lekin pensiya hisobida 24 yil qabul qilingan. Sababi u ishlagan tikuv fabrikasi yopilgan. Hujjatlar arxivda noto'g'ri familiya bilan saqlangan. Masalan, pasportda Karimova bo'lgan. Arxivda esa Karimova M yoki eski familiyasi bilan Tursunova deb ketgan. Agar u nikoh guvohnomasiz, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat arxiv ma'lumotini olib borsa, oldin tan olinmagan davr hisobga qo'shilishi mumkin. Bu esa oyma-oy pensiyada katta farq beradi. Kimlar birinchi navbatda xavotir olishi kerak? Men bunday pensionerlarga alohida e'tibor beraman.
Sovet davrida yoki 1990-yillarda ishlaganlar, korxonasi yopilib ketganlar, mehnat daftarchasida muhr-xira bo'lganlar. Ish joyi nomi bir necha marta o'zgarganlar, boshqa viloyat yoki boshqa respublikada ishlaganlar, harbiy xizmatda bo'lganlar, mavsumiy yoki ekspeditsiya ishlarida ishlaganlar, kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish tashkiloti, temir yo'l, tibbiyot, ta'lim, konchilik, kimyo sanoati yoki og'ir sharoitli ishlarda mehnat qilganlar. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning barcha ish davrlaringiz elektron bazada to'liq ko'rinsa, mehnat daftarchangiz aniq bo'lsa, pensiyaga chiqqanda barcha hujjatlar to'liq topshirilgan bo'lsa, arxiv ma'lumotlari oldindan olingan bo'lsa, pensiya hisob kitobi bo'yicha sizga batafsil tushuntirish berilgan bo'lsa, unda katta xato ehtimoli kamroq. Lekin baribir men har bir pensionerga kamida bir marta pensiya ishini tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki odam o'z hayotidagi ish davrlarini yaxshi biladi. Lekin kompyuterda bazasida hammasi to'g'ri aks etganiga ko'r-ko'rona ishonish kerak emas. Endi raqamli misollarni ko'raylik. Tasavvur qiling, pensionerning hisobida 23 yil staj bor deb olingan. Aslida esa u 32 yil ishlagan. Farq 2 yil. Bu 2 yil oddiygina qog'ozdagi sana emas, bu pensiya formulasi uchun muhim ko'rsatkich. Staj ko'paygan sari pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan baza ham o'zgarishi mumkin. Bundan tashqari, agar o'sha qo'shilayotgan yillarda odam yuqori ish haqi olgan bo'lsa, faqat staj emas, o'rtacha ish haqi ko'rsatkichi ham yaxshilanishi mumkin. Mana shu ikki omil birga ishlaganda pensiya 300-400 ming so'mga emas, undan ham ko'proqqa oshishi mumkin. Yana bir holat. Bir kishi 2000 yillarning boshida yaxshi maoshli rahbarlik lavozimida ishlagan, lekin pensiya hisobiga uning pastroq oylik olgan davrlari kiritilgan. Sababi yuqori maosh davri bo'yicha ma'lumotnoma bo'lmagan. Agar arxivdan yoki sobiq korxona hujjatlaridan o'sha davr ish haqi tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanadi. Odamlar ko'pincha faqat stajni qidiradi, lekin men aytmoqchiman. Ba'zan pensiyani oshiradigan asosiy narsa ish staji emas, aynan ish haqi ma'lumotidir. Yana bir misol, ayol kishi 3 farzandni katta qilgan. U ishlagan, keyin bola parvarishi bilan uyda bo'lgan, keyin yana ishga qaytgan. Bunday davrlarning ayrimlari qonunchilikdagi tartibga ko'ra stajga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu avtomatik ravishda har doim to'liq qo'shiladi degani emas. Hujjat bo'lishi kerak. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasidagi tanaffus sababini ko'rsatadigan yozuvlar, buyruqlar yoki boshqa tasdiqlar. Agar ayol kishi bu davrlarni umuman ko'rsatmagan bo'lsa, pensiya kam chiqishi mumkin. Endi eng muhim joyga keldik. Har qanday yozuv ham pensiyani oshirmaydi. Mehnat daftarchasida yozuv borligi o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Yozuv qonuniy, aniq tasdiqlangan bo'lishi kerak. Ishga qabul qilingan sana buyruq raqami, korxona nomi, muhr, mas'ul shaxs imzosi, ishdan bo'shagan sana muhim. Agar yozuvda xato bo'lsa, uni qo'shimcha hujjat bilan tasdiqlash kerak bo'ladi. Masalan, mehnat daftarchasida 1930 yil ishga qabul qilindi deb yozilgan, lekin kun va oy yo'q. Yoki 1997 yilda bo'shatildi deyilgan, lekin buyruq raqami yo'q. Bunday yozuvlar bo'yicha pensiya jamg'armasi qo'shimcha ma'lumot so'rashi mumkin. Bu pensionerga qarshi qilingan ish emas. Bu hisob-kitob qonuniy bo'lishi uchun kerak. Chunki pensiya davlat mablag'i hisobidan to'lanadi va har bir davr hujjat bilan tasdiqlanishi shart. Yana bir nozik jihat, ishlagan joy bor, lekin ish haqi ma'lumoti yo'q. Bunday holatda staj tan olinishi mumkin. Ammo yuqori ish haqi hisobga olinmasligi mumkin. Natijada pensiya biroz oshadi, lekin kutilgan darajada emas. Shuning uchun men doim aytaman. Faqat men shu yerda ishlaganman degan tasdiqni emas, imkon bo'lsa, o'sha davrdagi ish haqi bo'yicha ma'lumotnomani ham oling. Ish haqi ma'lumotnomasida oyma-oy yoki yillik ko'rsatkichlar aniq bo'lishi kerak. Boshqa bir xato. Odam arxivga borib noto'g'ri so'rov beradi. Masalan, mening stajimni bering deb yozadi. Arxiv esa nimani qidirishni bilmaydi. To'g'ri so'rovda korxona nomi, ishlagan yillar, lavozim, bo'lim, taxminiy sana, eski familiya, tug'ilgan sana ko'rsatilishi kerak. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, eski nomi ham, yangi nomi ham yozilishi kerak. Masalan, avval Toshkent trikotaj fabrikasi bo'lgan, keyin aksiyadorlik jamiyatiga aylangan bo'lishi mumkin. Shuni aniq yozmasangiz, arxiv ma'lumot topilmadi deb javob berishi mumkin. Aslida esa ma'lumot boshqa fond nomida turgan bo'ladi. Yana bir muhim istisno, norasmiy ishlagan davrlar. Agar odam bozorda, ustada, dala ishida yoki xususiy joyda ishlagan bo'lsa, lekin rasmiy buyruq, shartnoma, badal
ish haqi hujjati bo'lmasa, buni pensiyaga qo'shish juda qiyin. Guvohlarning gaplari ayrim hollarda yordam berishi mumkin. Lekin bu har doim ham yetarli emas. Shuning uchun bugungi kunda ishlayotgan yoshlar ham buni eslab qo'ysin. Rasmiy ish, rasmiy maosh, rasmiy hujjat ertaga pensiya degani. Nogironlik pensiyasi. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki imtiyozli pensiya oluvchilar uchun ham alohida nozik jihatlar bor. Masalan, og'ir mehnat sharoitida ishlaganlar uchun ayrim lavozimlar imtiyozli stajga kirishi mumkin. Lekin lavozim nomi ro'yxatdagi nomga mos kelishi kerak. Elektr payvandchi bilan ta'mirlovchi ishchi bir xil emas. Yer osti ishchisi bilan umumiy ishchi ham bir xil emas. Agar mehnat daftarchasida lavozim noto'g'ri yoki umumiy yozilgan bo'lsa, odam haqiqatan og'ir sharoitda ishlagan bo'lsa ham, hujjatda aniq tasdiq bo'lmasa, imtiyoz qo'llanmasligi mumkin. Ayollar uchun yana bir masala bor. Familiya o'zgarishi. Men ko'p ko'rganman. Ayol kishi qiz familiyasida ishlagan, keyin turmushga chiqqan, keyin boshqa familiyada pensiyaga chiqqan. Arxida esa eski familiya bo'yicha ma'lumot chiqadi. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, hujjatlarni bir odamga tegishli ekanini isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun eski pasport, nikoh guvohnomasi, ajrim hujjati. Familiya o'zgarishi haqidagi ma'lumotlar ham juda muhim. Yana bir pitfol, pensiya oshadi deb kutib, lekin natija kichik bo'lishi. Nega bunday bo'ladi? Chunki topilgan staj davri pensiya formulasida katta farq bermasligi mumkin. Masalan, bor yo'g'i 6 oy yoki 1 yil qo'shildi. Ish haqi esa past bo'lgan. Bunday holatda oshish 10.000 so'm emas, 100.000 so'm bo'lishi mumkin. Lekin bu ham pul. Eng muhimi, siz o'zingizga tegishli haqni olasiz. Agar har oy 1.000 so'm oshsa, 1 yilda 1.200.000 so'm bo'ladi. Bu ham pensioner uchun kichik mablag' emas. Endi 1.000 so'mga oshadi degan holat qachon real bo'lishi mumkinligini aniq tushuntiraman. Bu odatda bir nechta omil birga kelganda bo'ladi. Katta staj oldin hisobga olinmagan bo'ladi. Yuqori ish haqi davri tasdiqlanadi. Imtiyozli davr qo'shiladi. Yoki pensiya turi bo'yicha noto'g'ri hisoblangan qism tuzatiladi. Masalan, odam 10 yil og'ir sharoitda ishlagan, lekin bu oddiy staj sifatida hisoblangan. Keyin lavozim, ish sharoiti va buyruqlar tasdiqlansa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Yoki odamning 1990 yillardagi yuqori ish haqi bo'yicha ma'lumot topilsa, eski hisob-kitob sezilarli o'zgaradi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. O'zingizning mehnat daftarchangizni oling va boshdan oxirigacha tekshirib chiqing. Har bir ish joyi bo'yicha ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana, korxona nomi, buyruq raqami, muhr va imzo bor yo'qligini ko'ring. Agar biror joyda xira muhr, o'chkin yozuv, noto'g'ri familiya, sana yo'qligi yoki bo'shliq bo'lsa, shu joyni alohida belgilab qo'ying. Ikkinchi qadam, pensiya tayinlangan paytda qaysi davrlar hisobga olinganini aniqlang. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Mening pensiyam qaysi ish staji va qaysi ish haqi davrlari asosida hisoblangani tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozma yoki og'zaki murojaat qiling. Iloji bo'lsa yozma murojaat qiling. Chunki yozma murojaatga yozma javob beriladi. Javobda qaysi yillar olingani, qaysi hujjatlar asos bo'lgani ko'rinadi. Uchinchi qadam, yo'q yoki shubhali davrlar bo'yicha arxivga murojaat qiling. Arxivga borayotganda pasport, mehnat daftarchasi nusxasi, pensiya guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa nikoh guvohnomasi, eski hujjatlar, korxona nomi va ishlagan yillar bo'yicha ma'lumotlarni oling. So'rovda shunday mazmunda yozing. Menga falon korxonada falon yildan falon yilgacha ishlaganimni tasdiqlovchi buyruq nusxalari, shaxsiy hisob varaqalari va ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma kerak. Faqat stajni emas, ish haqini ham so'rang. 4-qadam. Agar korxona hozir ham ishlayotgan bo'lsa, arxivga emas, avval korxonaning kadrlar bo'limi yoki buxgalteriyasiga murojaat qiling. Ular shaxsiy hujjatlarni saqlagan bo'lishi mumkin. Korxona nomi o'zgargan bo'lsa, o'ris tashkilotni aniqlang. Masalan, zavod keyin aksiyadorlik jamiyatiga aylangan bo'lishi mumkin. Ba'zan odamlar korxona yopilgan deb o'ylaydi. Aslida u boshqa nom bilan faoliyat yuritayotgan bo'ladi. 5-qadam. Topilgan hujjatlarni pensiya jamg'armasiga olib boring va pensiyani qayta hisoblashni so'rang. Murojaatda aniq yozing. Yangi aniqlangan ish staji va ish haqi ma'lumotlari asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Hujjatlarning asl nusxasi va bu ko'chirmalarni olib boring.
Qabul qilingan hujjatlar bo'yicha ro'yxat yoki tasdiq olishni unutmang. Bu keyin hujjatlar yo'qolib qolmasligi uchun kerak. 6-qadam javobni tekshiring. Agar pensiya oshirilsa, qachondan boshlab oshirilgani? Qancha miqdorda oshgani o'tgan davr uchun farq to'lanadimi yoki yo'qmi? Bularni aniqlang. Agar rad javob berilsa, rad etish sababi yozma bo'lishi kerak. Hujjat yetarli emas. Ma'lumot tasdiqlanmadi. Qonunchilikka mos kelmaydi kabi sabablar ko'rsatiladi. Shundan keyin siz yetishmayotgan hujjatni to'ldirishingiz yoki yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qilishingiz mumkin. 7-qadam kerak bo'lsa, yurist yoki pensiya masalalarini yaxshi biladigan mutaxassis bilan maslahatlashing. Lekin men shuni ham aytaman. Ko'p hollarda odamning o'zi ham boshlang'ich tekshiruvni qila oladi. Mehnat daftarchasini ko'rish, arxivga so'rov berish, pensiya jamg'armasidan hisob-kitob asosini so'rash uchun katta xarajat shart emas. Eng muhimi, masalan, ortga surmaslik. Men sizga yana bir amaliy maslahat beraman. Hujjatlaringizni tartiblang. Mehnat daftarchasi, pasport nusxasi, pensiya hujjatlari, harbiy bilet, diplom, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, arxiv javoblari, ish haqi ma'lumotnomalarini alohida papkaga soling. Har bir hujjatdan nusxa oling. Telefoningizda ham rasmiy olib saqlang. Chunki pensioner uchun hujjat yo'qolishi katta muammo. Hujjat bor bo'lsa, huquqni isbotlash ancha oson. Agar siz boshqa viloyatda ishlagan bo'lsangiz, o'sha viloyat arxiviga so'rov berish kerak bo'lishi mumkin. Agar boshqa davlat hududida, masalan, sobiq ittifoq davrida boshqa respublikada ishlagan bo'lsangiz, bu yanada murakkab bo'lishi mumkin, lekin imkonsiz emas. Bunday holatda arxiv so'rovi aniq, batafsil va hujjatlar bilan mustahkamlangan bo'lishi kerak. Eski mehnat daftarchasida korxona nomi, shahar, tuman, lavozim ishlagan yillar juda muhim. Bugungi eng asosiy fikr shuki, pensioner pensiyasi bir marta tayinlandi degani, u abadiy o'zgarmaydi degani emas. Agarga hujjat topilsa, oldin hisobga olinmagan staj aniqlansa, yuguri ish haqi davri tasdiqlansa yoki xatolik tuzatilsa, pensiyani qayta hisoblatish mumkin. Ba'zi odamlar uchun bu oyiga 100-200 ming so'm bo'ladi. Ba'zilar uchun 500 ming so'm bo'ladi. Ayrim hollarda esa ming so'mgacha farq berishi mumkin. Men sizdan so'rayman. Uyda o'tirib taxmin qilmang, hujjatlaringizni tekshiring. Mehnat daftarchangizdagi har bir yozuv pulga ta'sir qilishi mumkin. Arxivdagi bitta ma'lumotnoma, eski buyruq nusxasi yoki ish haqi tasdig'i sizning pensiyangizni oshirishi mumkin. Bu sizga berilayotgan sovg'a emas, bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz uchun qonuniy haqqingiz. Izohlarda yozing. Sizning pensiyangiz hisobida shubhali davrlar bormi? Mehnat daftarchangizda xira muhr yoki yo'qolgan staj bormi? Arxivga murojaat qilib ko'rganmisiz? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner ota-onangiz, qo'shnilaringiz yoki qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri hujjat bir oilaning har oylik daromadini sezilarli o'zgartirishi mumkin.